Bu hayot shunday. Kimdir kelib hayotingizni yaxshi tomonga o'zgartirib bermaydi. Barchasini o'zingiz boshlashingiz kerak. Shuni unutmangki, qayerda bo'lsangiz ham, kim bo'lsangiz ham, sizni tarbiyalagan odamni hech qachon uyaltirib qo'ymang. Assalomu alaykum. G'animat dunyoning g'animat insonlari. Kelayotgan yil yaxshi fazilatlar bilan kelishini tilagan holda 2026-yil ot yilida kutilayotgan yulduzlar bashorati ma'lumotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'y burji vakillari 2026-yil Qo'y burji vakillari uchun faol harakat va o'zgarishlar davri bo'ladi. Bu ichki kuch va qat'iyat sizning eng katta boyligingiz bo'ladigan vaqt. Yil maqsadlaringizga jasorat bilan erishishni talab qiladi. Lekin o'rtada charchab qolmaslik uchun kuchingizni oqilona boshqarish talab qilinadi. Yil boshi yangi loyihalarni ishga tushirish uchun kuchli turtki beradi. Siz uzoq vaqtdan beri rejalashtirilgan maqsadlarni amalga oshirishda kuch va imkoniyatga ega bo'lasiz. Yil o'rtasi burilish nuqtasi bo'ladi. Tiniq fikrlarni saqlash va bir lahzalik impulslarga berilmaslik muhimdir. Yilning yakuniy qismi e'tibor natijalarini sarhisob qilishga va ochilgan imkoniyatlardan unumli foydalanishga qaratiladi. Yil boshida tashkil etilgan namunali harakatlar o'z mevasini bera boshlaydi. Shaxsiy munosabatlar borasida yil hissiyotlar va samimiylik intensivligini ta'minlaydi. Yuzaki aloqalar tezda uzilib, chuqur va ehtirosli munosabatlarga o'tadi. O'ziga juft qidirayotganlar uchun uchrashuvlar odatda g'ayrioddiy vaziyatlarda, sayohat paytida, tadbirlarda yoki kutilmaganda ro'y beradi. Yangi tanishuvlar uchun ochiq bo'lish juda muhim. O'rnatilgan juftliklar uchun bu ularning kuchini sinab ko'rish vaqti. Birgalikda qiyinchiliklarni yengish faqat ittifoqni mustahkamlaydi. Lekin bu bir-birini tinglash va eshitish qobiliyatini talab qiladi. Samimiylik va murosaga tayyorlik uyg'unlikning kaliti bo'ladi. Tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkin bo'lgan davrlar alohida e'tibor berilishi kerak. Mojaroni hal qilishning eng yaxshi yo'li ta'na va ayblovlarsiz ochiq muloqotdir. Karyera borasida dadil qarorlar qabul qilish vaqti. Bu yil karyerangiz sizning sa'y-harakatlaringizni qo'llash uchun eng samarali soha bo'lishini va'da qilmoqda. Qat'iylik, tashabbuskorlik va mas'uliyatni o'z zimmasiga olish qobiliyati yuqori baholanadi. Yil boshi yangi loyihalarni boshlash va yetakchilik fazilatlarini namoyish qilish uchun ideal vaqt. Dadil takliflar va noan'anaviy yondashuvlar rahbariyat va hamkasblar bilan rezonanslashadi. Qiyin vazifalarni bajarishdan qo'rqmang. Bahor va yoz professional o'sish uchun imkoniyatlar yaratadi. Sizning harakatlaringiz e'tiborga olinadi va qadrlanadi. Biroq ortiqcha ishlamaslik uchun ish va dam olish o'rtasidagi muvozanatni saqlash muhimdir. Uzoq vaqtdan beri martaba o'zgarishini o'ylayotganlar uchun yil yaxshi istiqbollarni taqdim etadi. Biroq har qanday o'zgarishlarni diqqat bilan ko'rib chiqish kerak. Yil oxiri o'rim yig'im vaqti. Qattiq mehnat va dadil qarorlar, aksiyalar, bonuslar yoki hamkorlik bo'yicha qiziqarli takliflar ko'rinishida munosib meva beradi. Moliya borasida oqilona yondashuv orqali barqarorlikka harakat davri. Yilning asosiy tendensiyasi bu professional muvaffaqiyat orqali daromadni oshirish davri. Ammo unutmangki, o'ylamasdan sarflash xavfi ham mavjud. Farovonlik zarur xarajatlarni impulsiv xaridlardan ajrata olish qobiliyatiga bog'liq bo'ladi. Daromadning o'sishi asosiy faoliyatdan kutilmoqda. Qobiliyat va iste'dodlaringizni rivojlantirish bilan bog'liq qo'shimcha daromad manbalari istisno qilinmaydi. Byudjetingizni oldindan rejalashtirgan holda xaridlarga o'ylab yondashsangiz yaxshi bo'ladi. Bu yilgi asosiy xavf bu his-tuyg'ular ta'sirida sodir bo'lgani hisoblanadi. Bir vaqtning o'zida hamma narsani olish istagi keraksiz xaridlarga olib keladi. Eng yaxshi strategiya kerakli maqsadlar uchun ma'lum miqdorni ajrata olishdir. Kreditlar va shubhali investitsiyalardan ehtiyot bo'ling. Shaxsiy rivojlanish va tasdiqlangan aktivlarga sarmoya kiritish xavfsizroqdir. Tana va ruhning uyg'unligida yilning energiyasi jismoniy va hissiy farovonlikka alohida e'tibor berishni talab qiladi. Tezkor hayot va ko'p tajribalar charchoqqa olib keladi. Farovonlikning kaliti muntazam dam olish qobiliyatida bo'ladi. Ishdan qisqa tanaffuslar,
kuch va konsentratsiyani saqlashga yordam beradi. Jismoniy faollik va dam olish tartib qoidalari ohangni saqlash uchun muhimdir. Bu yoga, massaj yoki oddiygina toza havoda yurish ham bo'lishi mumkin. Buzoq burji vakillari 2026-yil buzoq burji vakillariga hayotning barcha sohalarida poydevor qo'yish davri bo'ladi. Bu sabr-toqat, amaliylik va qat'iyatlilik sizning eng katta ittifoqchilaringiz bo'ladigan vaqt. Yil xavfsizlik va barqarorlik tuyg'usini ta'minlaydigan hamma narsaga alohida e'tibor berib, asta-sekin, ammo ishonchli tarzda maqsadlaringizga erishishni talab qiladi. Yilning umumiy surati barqarorlik va qiyinchiliklar o'rtasida yuz beradi. Yilning energiyasi aralash bo'ladi. Barqaror o'sish qarorlar qabul qilishda alohida xotirjamlik va ehtiyotkorlikni talab qiladigan daqiqalar bilan almashadi. Yil boshi o'zingizni isbotlash, obro'yingizni mustahkamlash va kelajakdagi yutuqlar uchun poydevor qo'yish vaqtida o'z aksini topadi. Doimiy va uylangan holda harakat qilsangiz, sezilarli yutuqlarga erisha olasiz. Yilning o'rtalari komfort zonangizdan chiqishni talab qiladi. Vaqtinchalik qiyinchiliklar va kuchingizni sinab ko'radigan vaziyatlar yuz beradi. Bu tavakkal qilish vaqti emas, balki xatolar ustida ishlash va intizomni mustahkamlash vaqti. Yilning yakuniy qismi diqqatni bosib o'tgan yo'lni qayta baholashga qaratadi. Yutuqlaringizni ehtiyotkorlik bilan baholash va yangi ishonch bilan oldinga siljish uchun rejalaringizni o'zgartirish muhimdir. Hissiy sohada ishonchlilik va ratsionallikka asoslanadi. Shaxsiy munosabatlarda yil aloqalarning chuqurligi va ishonchliligini sinaydi. O'tkinchi havaslar o'z o'rnini uylangan tanlov va muvozanatli qarorlarga bo'shatish kerak. Barqaror ittifoq o'rnatish uchun sherik topish eng ustuvor vazifa bo'ladi. So'zlarga emas, balki potensial sherikning harakatlariga, ularning ishonchliligi va izchilligiga e'tibor berish muhimdir. Kasbiy rivojlanishda barqaror o'sish davr talabi bo'ladi. Bu yilgi martaba o'ylangan va izchil harakat qilishga tayyor bo'lganlar uchun barqaror bo'lishni va'da qilmoqda. Amaliylik, mas'uliyat va uzoqni ko'zlab fikrlay olish qobiliyati yuqori marralarga chiqishga sababchi bo'ladi. Yil boshi kasbiy fazilatlaringizni namoyish qilish uchun ideal vaqt. Bahor va yozning boshi hamkasblar va hamkorlar bilan muloqotda ehtiyot bo'lishni talab qiladi. Kechikishlar yoki kutilmagan holatlar bo'lishi xavfi mavjud. Xotirjam bo'lish va aybni yuklashdan ko'ra muammolarni hal qilishga e'tibor qaratish muhimdir. Ehtiyotkorlik bilan reja qilish va xavflarni tahlil qila olish muvaffaqiyat kaliti bo'ladi. Yil oxiri hisob-kitob qilish va munosib mukofotlarni olish vaqtida o'z aksini topadi. Qattiq mehnat va sabr-toqat albatta mukofotlanadi. Moliya borasida aql bilan rejalashtirish barqarorlikning kaliti bo'ladi. Yilning asosiy tendensiyasi pulga bo'lgan munosabatingizni qayta ko'rib chiqish orqali moliyaviy barqarorlikka erishishdir. Asosiy daromad o'sishi sizning asosiy kasbiy faoliyatingizdan kelib chiqadi. Yangi daromad manbalari topish ijodiy yondashuvni talab qiladi. Xarajatlar orasida farovonlik va xavfsizlikka sarflangan mablag'lar yashash sharoitingizni yaxshilash, yuqori sifatli buyumlar sotib olish va ta'limga sarmoya kiritishda muhim o'rin tutadi. Yilning asosiy xavfi yil boshida kutilmagan xarajatlar bo'lib, moliyaviy rejalaringizni buzishi xavfi mavjud. O'ylanmasdan o'z-o'zidan xarid qilishdan qochish muhimdir. Yaqinlaringiz bilan moliyaviy munosabatlarda ehtiyot bo'lish kerak. Hatto yaqin insonlar ham beixtiyor moliyaviy yo'qotishlarga olib keladigan vaziyatlarni yaratib qo'yishadi. Tana va ruhning uyg'unligida yilning energiyasi jismoniy va hissiy farovonlikka jiddiy e'tibor berishni talab qiladi. Tomoq, bo'yin, shuningdek asab tizimi keskinlikni to'plash tendensiyasi tufayli zaif bo'ladi. Shuni unutmangki, qisqa, ammo tez tiklanish davrlari bitta uzoq ta'tildan ko'ra samaraliroqdir. Tushkunlikka yo'l qo'ymaslik uchun boshqalar bilan muloqotda halollikni qo'llash, o'z ehtiyojlari va chegaralarini zudlik bilan ifoda eta olish kerak. Bu ko'p energiya tejaydi va tushunmovchiliklarning albatta oldini oladi. Egizaklar burji vakillari 2026-yil egizaklar burji vakillari uchun dinamik harakat va ufqlarni kengaytiradigan vaqt bo'ladi.
Bu ichki energiya, qiziqish to'lib toshgan yangi tanishlar, loyihalar, tajribalar uchun eshik ochadigan davr. Yil o'z salohiyatingizni eng samarali yo'nalishda yo'naltirishni o'rganishni talab qiladi. Yilning umumiy tavsifi faoliyat va tiklanish o'rtasidagi masofa uzoq bo'lmasin. Yil boshi uzoq vaqtdan beri orzu qilingan g'oyalarni amalga oshirish uchun kuchli turtki beradi. Yil o'rtasi xushmuomalalikni cho'qqisida yuz ko'rsatadi. Atrofingizdagilar sizga qiziqishni kuchaytiradilar. Foydali aloqalar va taqdirli uchrashuvlar paydo bo'ladi. Yilning yakuniy qismi barcha rejalaringizni amalga oshirishga e'tiborni qaratadi. Ushbu davrning asosiy mahorati to'xtab turish va zaryadlanish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Hissiy sohada yengillik va chuqurlik bilan almashinib boradi. Shaxsiy munosabatlarda yil hissiyotlarning bo'y pallalarini taqdim etadi. O'tkinchi ishqibozlardan chuqur va mazmunli aloqa o'rnatish imkoniyatlarigacha. Asosiy qiyinchilik yangi tajribalarga chanqoqlik va vaqt sinovidan o'tgan his-tuyg'ularning qiymati o'rtasidagi muvozanatni topishda bo'ladi. Oilali egizaklar hayot tarzini o'zgartiradigan muhim qadamlar haqida o'ylashlari kerak. Kasbiy rivojlanishda dadil g'oyalar uchun ajoyib vaqt. Bu yil karyerangiz sizning sa'y-harakatlaringizni qo'llash uchun eng samarali soha bo'lishini va'da qilmoqda. Ma'lumotni tezda boshqarish, aloqalarni o'rnatish va innovatsion yondashuvlarni yaratish qobiliyati sizning eng katta boyligingiz bo'ladi. Yil boshi dadil qadam tashlash uchun ideal vaqt. Ishni o'zgartirish, biznesni boshlash yoki yangi ixtisoslikni o'zlashtirish mumkin. Bahor fasli kasbiy fazilatlaringizni namoyon qiladi. Yilning ikkinchi yarmi diplomatiya va ehtiyotkorlikni talab etadi. Ishbilarmonlik muhitida raqobat kuchayishi mumkin. Shuning uchun hamkasblar bilan munosabatlarni qarama-qarshilikka emas, balki o'zaro manfaatli hamkorlikka asoslangan holda o'rnatish muhimdir. Yil oxiri o'rim-yig'im vaqti. Qattiq mehnat va dadil qarorlar moliyaviy mukofot yoki yangi professional darajaga ko'tarilish shaklida o'z samarasini beradi. Moliyaviy oqim xilma-xillik orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Yilning asosiy tendensiyasi bu ko'p manbalardan olinadigan daromadlarning ko'payishi, ammo resurslarni isrof qilish xavfi bilan yonma-yon turadi. Yilning asosiy xavfi bu kayfiyatdan kelib chiqadigan impulsiv xarajatlardir. Bir vaqtning o'zida hamma narsani xarid qilish istagi keraksiz xaridlarga olib keladi. Eng yaxshi strategiya bu o'z-o'zidan paydo bo'ladigan impulslarga berilmasdan asosiy va kerakli maqsadlar uchun daromadning belgilangan qismini ajratishdir. Tana va ruhning uyg'unligi borasida yilning energiyasi asab tizimiga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Hayotning tez sur'ati va ko'p tajribalar charchoq va hissiy charchashga olib keladi. Charchoq belgilarini erta aniqlash juda muhim. Aqlni tinchlantirish va stressni bartaraf etishga qaratilgan amaliyotlar farovonlikning kaliti bo'ladi. Meditatsiya, sayr qilish, nafas olish mashqlari yoki yolg'iz qolishga imkon beradigan har qanday faoliyatni o'z ichiga olishi mumkin. Kundalik tartib va yetarli uyqu hayotiylikni saqlash uchun zarur bo'ladi. Imkoniyatlarni izlashda tiklanish vaqtini qurbon qilmang. Yangi yo'nalishlar, g'ayrioddiy, sevimli mashg'ulotlar yoki turli sohalardagi insonlar bilan uchrashish xilma-xilligi zerikish uchun eng yaxshi profilaktika va ilhom manbai bo'ladi. Qisqichbaqa burji vakillari 2026-yil Qisqichbaqa burji vakillari uchun mustahkam poydevor yaratishga qaratilgan chuqur o'zgarishlar davri bo'ladi. Bu tashqi sharoitlarda o'z kuchini sinab ko'radigan va kichik dunyo alohida e'tibor talab qiladigan davr. Yil xavfsizlik hissini ta'minlaydigan hamma narsaga e'tibor qaratishni talab qiladi. Bular uy, oila, ishonchli aloqalar va insonning hissiy holati shular jumlasidandir. Yilning umumiy surati mas'uliyat va imkoniyat o'rtasida oltin o'rtalikni topishdir. Yilning energiyasi ikkita kuchli oqim bilan belgilanadi. Yilning birinchi yarmi jiddiylik bilan ajralib turadi. Bu vaqt ichida ko'plab qarorlar, ayniqsa martaba va shaxsiy mas'uliyat masalalarida uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Bu bema'ni harakatlar vaqti emas, balki kelajak uchun mustahkam poydevor qo'yish davri.
Yilning o'rtasi uzoq kutilgan yengillik hissi va eng yaxshisiga ishonishni olib keladi. Yil oxiri hisob-kitob qilish va mehnatingizning mevasini yig'ish davri bo'ladi. Asosiysi muvozanatni saqlash va his-tuyg'ularning chegaradan tashqariga chiqishiga yo'l qo'ymaslikdir. Hissiy soha chuqurlik va samimiylik bilan almashinib turadi. Shaxsiy munosabatlarda yil kuch va ishonchni ta'kidlaydi. Bog'lanishlar samimiylik uchun sinovdan o'tkaziladi va ularning chuqurligi eng qimmatli boylikka aylanadi. Yuzaki muloqot fonga o'tib, haqiqiy yaqinlikka yo'l ochiladi. Har qanday tushunmovchiliklar eng yaxshi, ochiq va xotirjam muloqot orqali hal qilinadi. Oilani, ayniqsa, keksa avlod vakillarini qo'llab-quvvatlash asosiy manba bo'ladi. Yaqinlaringiz bilan muloqot qilish, ovqatlanish va qulay uy yaratish uchun vaqt ajrating. Bu sizni energiya bilan to'ldiradi va xavfsizlik hissini beradi. Kasbiy rivojlanishda barqaror o'sish bilan o'ralgan bo'lasiz. Bu yilki martaba muhim yutuqlar sohasida bo'lishni va'da qilmoqda. Ammo muvaffaqiyat tirishqoqlik va diqqatni jamlashni talab qiladi. Yil boshi murakkab muammolarni hal qilish va professional fazilatlaringizni namoyish qilish uchun ideal vaqt. Bahor va yozning boshi muloqotda omad keltiradi. Yilning ikkinchi yarmi uzoq muddatli loyihalarni, ayniqsa, odamlarga g'amxo'rlik qilish, qulaylik yaratish yoki ko'chmas mulk bilan bog'liq loyihalarni boshlash uchun qulay davr bo'ladi. Jamoaviy ish va hamkorlik ayniqsa samarali o'tadi. Umumiy qadriyatlar, ishonchga asoslangan vazifalar muvaffaqiyatga erishish uchun barcha imkoniyatlarga ega. Moliyaviy oqim oqilona rejalashtirish orqali barqarorlik ta'minlanadi. Yilning asosiy tendensiyasi moliyaviy barqarorlik tomon harakat, ammo hissiyotlar ta'sirida o'ylamasdan sarflash xavfi bilan bog'liq bo'ladi. Farovonlik to'g'ridan to'g'ri oldindan ko'rib chiqilgan qarorlarga bog'liq. Daromadning o'sishi asosiy kasbiy faoliyatingizdan kutiladi. Yilning asosiy xavfi bu sizning kayfiyatingizni yaxshilash yoki stressni yengillashtirish uchun qilingan impulsiv xaridlarda o'z aksini topadi. Yil oxirida istaklaringizni nazorat qilish ayniqsa muhimdir. Keraksiz buyumlarni xarid qilish o'rniga sizga xavfsizlik hissini beradigan ishonchli moliyaviy zaxirani yaratishga e'tibor qaratgan ma'qul. Tana va ruhning uyg'unligida yilning energiyasi ichki holatga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Ovqat hazm qilish va asab tizimlari zaif bo'lishi xavfi mavjud. Farovonlikning kaliti hayotning o'lchovli surati, sog'lom ovqatlanish va dam olishga vaqt ajrata olishda bo'ladi. Bahorning o'rtalari profilaktika choralari va sog'liqni saqlash uchun ideal vaqt. Farovonligingizni ta'minlash uchun muntazam tekshiruvlardan o'tish foydali ekanligini unutmang. Ehtiyotkorlik bilan yo'q deyishni o'rganish sizga katta miqdorda energiyani tejashga imkon beradi. Arslon burji vakillari 2026-yil Arslon burji vakillariga ajoyib g'alabalar, ijodiy yutuqlar va chuqur shaxsiy kashfiyotlarning kuchli energiya kokteylini olib keladi. Bu tabiiy xarizma va yetakchilik fazilatlari birinchi o'ringa chiqib, maqsadlaringizga erishishingizga yordam beradigan vaqt. Yil rejalaringizni aniq natijalarga aylantirishni talab qiladi. Yilning umumiy surati g'alaba va qayta o'ylash o'rtasida yuz beradi. Yilning energiyasi dinamik, kontrastli bo'ladi. Yilning birinchi yarmi yuqori tezlikda harakatlanish bilan ajralib turadi. Bu yangi loyihalarni boshlash va e'tiborni jalb qilish vaqti. Sizni ichki ishonch, o'zingizni yorqin ifoda etish istagi boshqaradi. Biroq yilning o'rtalari tuzatish kerak bo'lgan xatolarni olib keladi. Shunday davr keladiki, u to'g'ri yo'nalishda ketyaptimi degan ichki ovozingizni tinglashga majbur qiladi. Yilning yakuniy qismi mehnatlaringiz samarasini olish vaqti bo'ladi. Moliyaviy masalalarda va shaxsiy hayotingizda omad siz bilan birga bo'lishi kutilmoqda. Asosiysi ongni tiniq saqlash va his-tuyg'ularingizning aqlni ag'darishiga yo'l qo'ymaslikdir. Hissiy sohada ehtiros va chuqurlik chambarchas bog'liq bo'ladi. Shaxsiy munosabatlarda yil samimiylik va murosaga kelish qobiliyatini talab qiladi. Muloqot uchun ochiq qolish va tashabbusni o'z qo'lingizga olishdan qo'rqmaslik muhimdir. Har qanday tushunmovchilikni hal qilishning kaliti muloqot va umumiy til topish istagida namoyon bo'ladi. Siz
sabr toqatli va tushunuvchan bo'lishingiz yaqinlaringizga o'zlarining ishonchli mustaqil ifodalashlariga imkon berishingiz kerak. Kasbiy rivojlanish borasida porlash vaqti. Bu yil martabangiz rivojlanishning eng yorqin sohasi bo'lishini va'da qilmoqda. Yil boshi muhim muzokaralar, taqdimotlar va loyiha e'lonlari uchun ideal vaqtni taqdim etadi. Mas'uliyatni jasorat bilan o'z zimmangizga oling va professional ambitsiyalarni namoyish eting. Bahor hamkasblar bilan muloqotda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ba'zi vaziyatlar yashirin mojarolardan qochish va obro'ni saqlab qolish uchun diplomatiya muvozanatli qarorlarni talab qiladi. Yilning o'rtalari professional sohani qayta ko'rib chiqish davri bo'ladi. Bu sizni mamnun qilmaydigan narsalardan voz kechish vaqti. Yil oxiri o'z biznesingizni boshlash yoki mavjud loyihalarni kengaytirish uchun eng yaxshi davr bo'ladi. Ushbu davrning energiyasi tashabbuslarni va zarur resurslarni jalb qilishni osonlashtiradi. Moliyaviy oqim oqilona yondashuv orqali barqarorlikni ta'minlaydi. Boylik, kasbiy muvaffaqiyat va iste'dodlarni ro'yobga chiqarish bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Daromadning o'sishi asosiy biznesingizdan, shuningdek ijodingizni namoyon etishga imkon beruvchi loyihalardan keladi. Katta xaridlarga alohida e'tibor berilishi kerak. Hashamatga uchmang, kuchli vasvasaga tushib qolishingiz xavfi mavjud. Shubhali ishlarga aralashmang, garchi ular qanchalik jozibali ko'rinishmasa ham. Yilning asosiy xavfi o'tkinchi maqsadlari uchun qilingan xaridlarda bo'ladi. Tana va ruhning uyg'unligida yilning energiyasi tana resurslariga jiddiy e'tibor berishni talab qiladi. Yurak qon tomiri tizimi va mushak tizimi ayniqsa zaif bo'lishi xavfi mavjud. Yil o'rtasi qizg'in ijtimoiy va kasbiy faoliyat tufayli ortiqcha ish qilish xavfi bilan to'ladi. Eng yaxshi dam tabiatda o'tkazilgan vaqtdir. Shuningdek, art terapiya, musiqa kabi ijodiy ifodalashga imkon beradigan mashg'ulotlarni tanlasangiz ham bo'ladi. Bu yil sizni charchatadigan va o'z qobiliyatingizga shubha uyg'otadigan munosabatlardan asta-sekin voz kechish davri keladi. Parizod burji vakillari 2026-yil bu burj vakillari uchun maxsus energiyaga ega davr bo'ladi. Bu chuqur ichki o'zgarishlar, mustahkam poydevor topish va shaxsiy hayotingiz, professional ambitsiyalaringiz o'rtasida uyg'unlikni topish vaqti. Yil sizni shunchaki kuzatuvchi bo'lishni to'xtatib, haqiqatlarning bosh me'mori bo'lishga chorlaydi. Yilning katta surati barqarorlik va yangi ufqlar o'rtasida namoyon bo'ladi. Yilning energiyasi ikkita qudratli kuch o'rtasidagi muvozanatdan o'tadi. Bularning biri tartib va mas'uliyatga chaqirsa, ikkinchisi hamkorlik va kengaytirilgan imkoniyatlar uchun eshiklarni ochadi. Yilning birinchi yarmi asosiy holatlarga e'tibor qaratilishini talab qiladi. Bu moliya, munosabatlar va martaba bo'yicha yondashuvingizni qayta ko'rib chiqishni o'z ichiga oladi. Yilning ikkinchi yarmi asosiy e'tibor aloqa va qo'shma loyihalarga qaratiladi. Hamfikrlarni to'plash, foydali shartnomalar tuzish va g'oyalaringizni keyingi bosqichga olib chiqish imkoniyatlari paydo bo'ladi. To'xtab qolish paytlarida faol harakatlarni chetga surib, nima bo'layotganligini tahlil qilish, rejalarni ko'rib chiqish va ichki ovozingizni tinglashga vaqt ajratishda foydali bo'ladi. Bunday dam olish shoshilinch qarorlardan qochishga yordamchi bo'ladi. Hissiy sohada bema'nilik chuqurlikka yetaklaydi. Yuzaki aloqalar fonga o'tib, haqiqiy yaqinlik va o'zaro tushunishga yo'l beradi. Muloqot va yangi tajribalarga ochiq qoling. Kelajak orzular va maqsadlarni birgalikda muhokama qilish sizni yanada yaqinlashtiradi va munosabatlaringizni mustahkamlaydi. Biroq tushunmovchilik holatlari ham istisno qilinmaydi. Tushunmovchiliklarni yengishning kaliti osoyishta suhbat va o'zingizni haqligingizni isbotlash emas, balki bir-biringizni tinglash istagida bo'ladi. Kasbiy rivojlanishda hamkorlik orqali o'sish yuz beradi. Bu yil sizning karyerangiz dinamik va voqealarga boy bo'ladi. Mehnat e'tiborga olinadi va qadrlanadi. Jamoaviy ish sizning eng katta boyligingiz bo'ladi. Yil boshi ish jarayonini puxta rejalashtirish va tashkil qilish uchun eng yaxshi vaqt. Muhimi ustuvorliklarni belgilash, vazifalarni tuzish va intizomni mustahkamlashdir. Bahor va yozning boshi muloqotda omad keltiradi.
Yil o'rtasi ijtimoiy, kasbiy faoliyatning eng yuqori cho'qqisini belgilaydi. Bunday vaziyatlarni e'tiborsiz qoldirmang. Ular bilan siz ko'proq narsaga erishishingiz mumkin bo'lgan insonni uchratasiz. Kuz fasli nafaqat daromad keltiradigan, balki biznesni ochish uchun yaxshi vaqt bo'ladi. Yil oxirigacha mehnatingizning mevasini olmoqchi bo'lsangiz, joriy loyihalarni yakunlang. Investitsiya qiling, natijalardan albatta mamnun bo'lasiz. Moliyaviy oqim, aqlli yondashuv va barqarorlik bir-biri bilan bog'liq bo'ladi. Yilning asosiy tendensiyasi moliyaviy barqarorlik sari qadamdir. Favqulodda moliyaviy muvaffaqiyatlar davrlari kutilmagan bonuslar yoki oldingi investitsiyalar bo'yicha daromadlarni o'z ichiga oladi. Biroq faqat omadga tayanish tavsiya etilmaydi. Yilning asosiy xavfi o'z farovonligingiz evaziga har kimga yordam berish istagida ro'y beradi. Tana va ruhning uyg'unligi yilning energiyasi o'zingizga ehtiyotkorlik bilan e'tibor berishni talab qiladi. Ovqat hazm qilish va asab tizimlari eng zaif holatda bo'ladi. Psixologik qulaylik ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Asabni tinchlantirish va stressni bartaraf etishga qaratilgan amaliyotlar energiya va fikrning ravshanligini saqlashga yordamchi bo'ladi. Bahorning oxiri va yozning boshi o'rtasidagi davr farovonligingizga vaqt ajratishni talab qiladi. Bu tabiat qo'yniga sayohat, kuchni tiklashga qaratilgan dasturlar yoki oddiygina tinch dam olishni o'z ichiga olishi mumkin. Shuni unutmangki, 2026-yil o'tmish va kelajak o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'taydi. Bu keraksiz narsalardan voz kechish, muhim masalalarni kuchaytirish va yangi imkoniyatlar sari dadil qadam tashlash vaqtida o'z aksini topadi. Tarozi burji vakillari, bu yil sizning tug'ma uyg'unlik tuyg'usi bilan muvaffaqiyatga erishish uchun asosiy qo'llanma bo'ladigan yil. Yilning energiyasi uyg'unlikdan san'at sifatida foydalanishni talab qiladi. Bu vaqt sizga qaror qabul qilishda moslashuvchanlikni o'rgatadi. Vaziyatga turli nuqtai nazardan qarash qobiliyati keraksiz to'qnashuvlardan qochish va maqbul yechimlarni topishga yordam beradigan qimmatli mahoratga aylanadi. Hissiy sohada romantika va tushunish vaqti. Shaxsiy hayotingizda yil yoqimli voqealar va yangi tanishlar bilan to'la bo'ladi. Bu munosabatlar ishonchning yangi darajasiga ko'tarilishi mumkin bo'lgan davr. Bahor va yoz oylari yangi tanishlar orttirish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi. Kuz fasli sherik tanlashda yanada ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Birinchi taassurotlar aldamchi bo'lishi mumkin. O'zaro munosabatlarga shoshilinch qarorlarsiz tabiiy ravishda rivojlanishi uchun vaqt berish yaxshiroqdir. Kuzning boshlanishi tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi xavfi mavjud. Qarama-qarshiliklar, tanish holatlarga turlicha qarashlar tufayli yuzaga keladi. Ochiq muloqot va bir-biringizni tinglashga tayyorgarlik uyg'unlikni saqlashga yordamchi bo'ladi. Oilaviy sohada umumiy bo'sh vaqt va umumiy sevimli mashg'ulotlar oilaviy rishtalarni mustahkamlashning eng yaxshi usuli hisoblanadi. Birgalikda o'tkaziladigan vaqtni rejalashtirish, o'zaro tushunish va qo'llab-quvvatlash muhitini yaratishga yordam beradi. Biznes borasida barqarorlik va o'sish o'z qo'lingizda. Professional sohada yil samarali va qiziqarli imkoniyatlarga to'la bo'ladi. Bu uzoq vaqtdan beri orzu qilingan rejalarni amalga oshirish va professional o'sishga intilishning vaqti. Yil boshi o'rganish davri. Birinchi oylar yangi ko'nikmalarni o'zlashtirish va ishlashga noan'anaviy yondashuvlarni amalga oshirish uchun qulay kechadi. Moslashuvchan fikrlash va tajriba o'tkazishga tayyorgarlik sizga tanish muammolarning kutilmagan yechimlarini topishga yordamchi bo'ladi. Yilning o'rtasi tan olish va o'sish davri. Bahor va yoz kasbiy yutuqlar uchun munosib e'tirof keltiradi. Sizning diplomatiyangiz va turli insonlar bilan til topish qobiliyatingiz qimmatli boyligingiz hisoblanadi. Yil oxiri tahlil va rejalashtirishdan iborat bo'lib o'tadi. Kuz oylari uzoq muddatli maqsadlarni ko'rib chiqish va rejalarni tuzatish uchun mos keladi. Yil oxiri investitsiya qilish va kelajakka ishonch bilan qarash imkonini taqdim etadi. Muvaffaqiyatli yakunlangan loyihalar mamnuniyat keltiradi va yangi yutuqlar uchun poydevor vazifasini o'taydi. Moliyaviy oqimda barqarorlik va oqilona xarajatlar kutilmoqda.
Yilning asosiy tendensiyasi kasbiy yutuqlar va muvaffaqiyatli kelishuvlar orqali daromadni oshirishda o'z aksini topadi. Bu moliyaviy barqarorlikka oqilona qarorlar orqali erishiladigan davr. Yoz oylari kutilmagan qo'shimcha daromad manbalari ko'rinishida yoqimli moliyaviy kutilmagan hodisalar keltirishi kutilmoqda. Katta xarajatlar sayohat, ta'lim yoki garderobni yangilash bilan bog'liq bo'ladi. Impulsiv qarorlardan qochish uchun bunday xarajatlarni oldindan rejalashtirish yaxshiroqdir. Kuz fasli byudjetlashtirishga alohida e'tiborni talab qiladi. Tuyg'ular sizni shoshilinch xaridlar qilishga undaydigan vaziyatlarda kuzatiladi. O'z-o'zini parvarish qilishda tana va ongni muvozanatlash muhim ahamiyat kasb etadi. Ish jadvali kun tartibiga va dam olish sifatiga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Yetarli uyqu va muvozanatli ovqatlanish energiya va hayotiylikni saqlashga yordamchi bo'ladi. Bahor mavsumiy kasalliklarni oldini olish va immunitetni mustahkamlash uchun qulay vaqt. Ruhiy muvozanatga erishishga qaratilgan amaliyotlar stressli davrlarda xotirjamlik va fikrning ravshanligini saqlashga yordamchi bo'ladi. Chayon burji vakillari bu yil Chayon burji vakillarining ichki kuchi sinab ko'riladi. Bir paytlar muhim deb hisoblagan hamma narsa chuqur o'zgartirish va qayta baholash davrida o'z aksini topadi. 2026-yil sizdan o'tmishni voz kechish va kelajakka o'zingiz haqingizda yangi tushuncha bilan qarash uchun jasoratga ega bo'lishingizni talab qiladi. Bu o'zgartirish qobiliyatingizni to'liq amalga oshiriladigan vaqt. Yilning energiyasi qayta o'rnatishni talab qiladi. Kelgusi davr qadriyatlar va ustuvorliklarni qayta baholash bilan bog'liq o'tadi. Hayotingizning barcha sohalariga ta'sir qiladigan kuchli ichki yangilanish sodir bo'ladi. Yangisiga joy ochish uchun eskirgan va keraksiz hamma narsadan qutulish zarurligini his qilasiz. Bu vaqt sizga haqiqiy istaklar va jamiyat tomonidan yuklangan istaklarni farqlashni o'rgatadi. Boshqalar sizdan nimani kutayotganligini emas, balki siz haqiqatdan ham nimani xohlayotganligingiz haqida aniqlik kiritish vaqti. Hissiy soha kuch sinovlari yuz beradi. Shaxsiy hayotingizda yil hissiy jihatdan shiddatli bo'lib o'tadi. Bu samimiylik sinovdan o'tkaziladigan davr hisoblanadi. Bahor sevgi tushunchangizni silkitadigan uchrashuvlarni olib keladi. Siz tezda va kuchli aloqa o'rnatadigan inson bo'lib chiqasiz. Ammo shuni yodda tutingki, ehtiros har doim ham uzoq muddatli degani emas. Kuz yanada ongli munosabatlar fasli bo'ladi. Haqiqatdan ham jiddiy munosabatlarni qurishingiz mumkin bo'lgan odam bilan uchrashish imkoniyati beriladi. Bu o'zaro hurmat va umumiy qadriyatlarga asoslangan aloqa. Ish borasida strategiya va ehtiyotkorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Professional sohada yil muvozanatli qarorlar va puxta rejalashtirishni talab qilib o'tadi. Bu impulsiv harakatlar vaqti emas, balki strategik harakatlar vaqtida namoyon bo'ladi. Yil boshi ijodiy yondashuvlarni talab qiladi. Dastlabki bir necha oy noan'anaviy yechimlar va ijodiy loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi. Ayniqsa, sezgi o'tkir bo'lib, qiyin vaziyatlarda kutilmagan yechimlarni topishga yordamchi bo'ladi. Yil o'rtasi tafsilotlarga e'tiborni talab qiladi. Yoz oylari hujjatlar va shartnomalar bilan bog'liq barcha narsalarga e'tiborni kuchaytirishni talab qiladi. Zerikarli xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun hamma narsani 2 marotabalab tekshirgan yaxshiroqdir. Kuz yetakchilik fazilatlarini namoyon qila boshlaydi. Yil oxiri barcha loyihalaringizni yakunlash va munosib e'tirofga ega bo'lish imkonini beradi. Bu sizning yutuqlaringizni tahlil qilish va yangi maqsadlarni rejalashtirish vaqti. Moliyaviy oqim tartib-intizom orqali barqarorlikka yo'l ochadi. Yilning asosiy tendensiyasi martaba ko'tarilishi orqali daromadingizni oshirish. Biroq o'z mablag'laringizni boshqarishda oqilona yondashuv talab etiladi. Yoz qo'shimcha daromad olish imkoniyatini beradi. Biroq yoqimsiz vaziyatga tushib qolmaslik uchun barcha takliflarni diqqat bilan ko'rib chiqish muhimdir. Kuz moliyaviy masalalarda alohida hushyorlikni talab qiladi. Firibgarlik va o'ylamasdan sarf xarajat qilish xavfi yuqori. O'z-o'zini parvarish qilishda tana va ongni muvozanatlash lozim. Yilning hissiy tangligi sog'lig'ingizga alohida e'tibor berishni talab qiladi.
Bahor va kuzda profilaktik tibbiy ko'rikdan o'tish foydali hisoblanadi. Jismoniy faollik, ayniqsa suzish yoki yoga kuchlanishni bartaraf etishga va energiya muvozanatini saqlashga yordamchi bo'ladi. Yilning asosiy davrlari: bahor fasli shaxsiy hayotingizga yangi boshlanishlar vaqti. Kuz fasli munosabatlarni qayta ko'rib chiqish va muhim qarorlarni qabul qilish davri. Yil oxiri bu investitsiya qilish yoki kelajakni rejalashtirish vaqtida o'z aksini topadi. O'qotar burji vakillari hech qachon bir joyda o'tirmaydigan belgi bo'lsa, bu o'qotar burji vakillaridir. Sizning yangi tajribalar va doimiy oldingi harakatga bo'lgan chanqog'ingiz sizning super kuchingizdir. Kelgusi 2026-yil bu kuch to'liq namoyon bo'ladigan vaqt hisoblanadi. Ajoyib imkoniyatlar, hayajonli voqealar va taqdirli uchrashuvlar yili. Ufqlar kengayadigan va dunyo sizga o'zining eng qiziqarli tomonlarini taklif qiladigan davr. Yilning energiyasi har tomonlama harakat qilishdir. Bu ichki moslashuvchanlikni saqlab qolishi mumkin muhim bo'lgan davr. O'zgaruvchan sharoitlarga moslashish va har qanday vaziyatdan foyda olish qobiliyati sizning eng katta ustunligingiz bo'ladi. Bu yil sizni sarguzashtga bo'lgan ishtiyoqingizni ehtiyotkorlik bilan uyg'unlashtirishga o'rgatadi. Hissiy sohada ehtiros va chuqurlik yonma-yon turadi. Shaxsiy hayotingizda sizni boy hissiy davr kutmoqda. Bu yil yangi tanishlarni olib keladi, mavjud munosabatlarning mustahkamligini sinab ko'radi. Bu samimiylik va chuqur his-tuyg'ular davri. Bahorda g'ayrioddiy muhitda romantik sherik bilan uchrashish imkoniyati beriladi. Kuzda hamfikr insonlar bilan uchrashish vaqti. Yaqin munosabatlarda bo'lganlar uchun yozda munosabatlaringizni keyingi bosqichga chiqishi uchun ideal vaqt. Kuzning boshlanishi muloqotda alohida sezgirlikni talab qiladigan davr. Oilalilar uchun yil umumiy sarguzashtlarga to'la bo'lishni va'da qilmoqda. Kuz oylarida bolalarga alohida e'tibor berish lozim. Ish borasida dadil qarorlar vaqti. Professional hayotingizda o'sish davri kutilmoqda. Yil mas'uliyatni o'z zimmasiga olishdan va yechim taklif qilishdan qo'rqmaydiganlarga ma'qul keladi. Yil boshi rejalashtirish va strategiyani talab qiladi. Birinchi oylar uzoq muddatli rejalarni ishlab chiqish uchun ideal vaqt. Bu kelajakdagi yutuqlar uchun poydevor vazifasini o'taydi. Yil o'rtasi yetakchilikda o'z aksini topadi. Sizning yetakchilik fazilatlaringiz e'tiborga olinadi va qadrlanadi. Yil yakuni investitsiyalar va natijalarda yuz ko'rsata boshlaydi. Kuz fasli ta'lim yoki yangi texnologiyalarga sarmoya kiritish uchun yaxshi vaqt. Yil oxiri sa'y-harakatlaringizdan munosib natijalarni olasiz. Moliyaviy oqim, omad va hisobni chambarchas bog'laydi. Yilning asosiy intilishi martaba ko'tarilishi yoki foydali investitsiyalar orqali daromadni oshirishda yuz beradi. Bu moliyaviy omad siz tomonda bo'lgan davr, ammo ehtiyotkorlik bilan yondashishni talab qiladi. Bahor va yozning boshi ko'chmas mulk operatsiyalari yoki boshqa ishonchli aktivlar uchun qulay kechadi. Bu davrda qabul qilingan qarorlar puxta o'ylangan va istiqbolli bo'lishi lozim. Yoz oylari katta xaridlarni amalga oshirishda ehtiyotkorlikni talab qiladi. Ehtiyotkorliksiz sarf xarajatlarga yo'l qo'ymaslik uchun yirik xaridlarni keyinga qoldirgan ma'qul. Kuz fasli yoqimli moliyaviy kutilmagan hodisalarni keltirishi kutilmoqda. Kutilmagan bonuslar yoki boshqa daromad manbalari istisno qilinmaydi. Sog'liqni saqlash borasida harakatdagi energiya munosib baholanadi. Sizning faoliyatingiz mushak, suyak tizimi va immunitetingizga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Ratsioningizga vitaminlar, sog'lom yog'larga boy oziq-ovqat mahsulotlarini kiritish foyda beradi. Yilning asosiy davrlari iyun oyining oxiri ulkan loyihalarni boshlash vaqti. Kuz fasli barcha hujjatlar va shartnomalarni diqqat bilan ko'rib chiqishga arziydigan vaqt. Qishning boshlanishi joriy voqealarni yakunlash va yilni sarhisob qilish uchun ideal vaqtni taqdim etadi. Tog' echkisi burji vakillari bu yilda tog' echkisi burji vakillariga asta-sekin ko'tarilish kuzatiladi. Kelasi 2026-yil siz uchun tog' cho'qqisini ochib beradi. Mehnat va intizom nihoyat aniq natijalarni beradigan davr.
Bu tub o'zgarishlar davri bo'lib, bu yerda sizning eng katta boyligingiz ambitsiyalarni eng muhim narsaga, yaqinlaringiz va ichki farovonligingizga g'amxo'rlik qilish bilan uyg'unlashtirish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Yilning energiyasi mustahkam poydevor yangi cho'qqilar sari yetaklaydi. Yilning kuchi moslashuvchan bo'lish qobiliyatidadir. Hatto eng qat'iy rejalar ham ba'zida tuzatishlarni talab qiladi. Asosiy maqsadlaringizni yo'qotmasdan yangi sharoitlarga moslashish qobiliyati sizning eng katta boyligingizga aylanadi. Hissiy soha mas'uliyat va yana mas'uliyat. Shaxsiy hayotingizda jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Yil munosabatlar bilan bog'liq hamma narsada aniqlik va halollikni talab qiladi. Sizning his tuyg'ularingizni sinab ko'radi va qaysi aloqalar haqiqatan ham e'tiborga loyiqligini ochib beradi. Yozning oxiri sinov davri bo'ladi. Munosabatlarda keskinlikni keltirib chiqaradigan vaziyatlar yuz beradi. Uni hal qilishning kaliti bu muzokaralar olib borish va murosaga erishish, umumiy maqsadlarni eslab qolishda namoyon bo'ladi. Ochiq muloqot sizga ushbu bosqichda yo'qotishlarsiz o'tishga yordam beradi. Ish borasida ijod sifati bilan martaba rivojlanadi. Sizni professional hayotingizda munosib e'tirof kutmoqda. Yil mas'uliyatni o'z zimmangizga olishdan va kelajak uchun ishlashdan qo'rqmaydiganlarga ma'qul keladi. Yilning birinchi yarmi strategiya bilan o'ralganlarni diqqat markaziga ko'taradi. Yil boshi uzoq kutilgan rejalarni amalga oshirish vaqti. Bahor ko'chmas mulk yoki oilaviy biznesga sarmoya kiritish uchun imkoniyatlar eshigini ochadi. Yilning ikkinchi yarmi innovatsiyalar va sikllarni yakunlash qismida namoyon bo'ladi. Yoz va kuz texnologik innovatsiyalar to'lqinini olib keladi. Yangi yondashuvlarni tatbiq etish, zamonaviy ish uslublarini o'zgartirish zarurati paydo bo'ladi. Moslashuvchanlik va yangi narsalarni o'rganishga tayyorlik muhim ahamiyat kasb etadi. Yil oxiri loyihalarni yakunlash va investitsiya qilish uchun ideal vaqt. Moliyaviy oqim barqarorlik va oqilona investitsiyalarni bashorat qilmoqda. Yilning asosiy tendensiyasi martaba ko'tarilishi yoki vaqt o'tishi bilan qadrlanadigan aktivlarga sarmoya kiritish orqali daromadni oshirishdir. Bu moliyaviy intizom va sabr-toqat yaxshi natija beradigan davr. Bahor va yozning boshi ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar uchun yaxshi vaqtda o'z aksini topadi. Kuz alohida hushyorlikni talab qiladigan davr. Haqiqiy ehtiyojni o'ylash va baholash uchun o'zingizga vaqt berish yaxshiroqdir. O'z-o'zini parvarish qilishda resurs hamma narsaning asosidir. Og'ir ish yuklari mushak, suyak tizimiga ko'proq e'tibor berishni talab qiladi. Ratsioningizga kalsiy va D vitaminlarga boy oziq-ovqatlarni kiritish foydali bo'ladi. Profilaktik massaj yoki fizioterapiya haqida ham unutmang. Yilning asosiy davrlari iyun oyining oxiri muhim ish muzokaralari vaqti. Rag'batlantirish yoki foydali taklif ehtimoli sezilarli darajada oshadi. Avgust oyida professional imidjingizni qayta ko'rib chiqish vaqti. Dekabr oyining o'rtalari kelgusi yil uchun maqsadlaringizni rejalashtirish uchun ideal vaqtda o'z aksini topadi. Qovg'a burji vakillari bu yil qovg'a burji vakillari nazarida butun dunyo ertangi kunga nazar tashlashga urinayotganga o'xshaydi. Bu g'oyalar o'z-o'zini topadigan va orzular shakllanadigan davr. Chuqur o'zgarishlar yili. Bu yerda asosiy e'tibor fikrning cheksiz parvozini ichki dunyoyingizni tarbiyalash bilan muvozanatlashda ro'y beradi. Yilning energiyasi qadriyatlarni tiklash va aniq maqsadlar sari yuz ko'rsatadi. Davrning umumiy muhiti qayta o'ylash uchun yaratilgan. Sizda haqiqatan ham nima muhimligini aniqlash va eskirgan hamma narsadan voz kechishingiz kerak bo'lgan davr. Kuch hamma narsani o'z yelkangizda ko'tarishda emas, balki o'rnak orqali ilhomlantirish va boshqalarning qalbini yoqish qobiliyatida namoyon bo'ladi. Hissiy sohada munosabatlarning asosi samimiylik sifatida aks etadi. Shaxsiy hayotingizda yil boy va jonli bo'lishni va'da qilmoqda. Lekin bu hamkoringiz bilan ham, o'zingiz bilan ham halollikni talab qiladi. Bu sinovdan o'tadigan eng samimiy munosabatlar mustahkamlanib, gullab yashnaydigan davr. Yolg'iz qovg'a burji vakillari uchun bahor kutilmagan uchrashuvlarni olib keladi. Kuz chuqur ruhiy aloqalar vaqti.
Yilning o'rtasi uyg'unlik va qulaylik hissini keltiradi. Yil oxiri muloqotda alohida sezgirlikni talab qiladi. Tushunmovchiliklar yoki hasad to'qnashuvlari bo'lishi xavfi mavjud. Muloqotda siz davrangizga kim va nima uchun ekanligini aniq tushunasiz. Ish sohasida muntazamlik davr talabi bo'ladi. Professional hayotingizda jiddiy o'zgarishlar yuz beradi. Yil innovatsion yondashuvlarni o'zgartirishga va amalga oshirishga tayyor bo'lganlarga mos keladi. Yil boshi rejalashtirish va e'tibor fursati. Birinchi oylar kelajakka yo'naltirilgan sohalarda loyihalarni boshlash uchun ideal vaqtni taqdim etadi. Yil o'rtasi jamoaviy ishlarga mos keladi. Bahor va yoz faol hamkorlik davri. Hamfikrlar jamoasida ishlash ajoyib natijalar beradi. Yil oxiri tan olish va erkinlik davrida yuz ko'rsatadi. Kuz va qish yutuqlaringizni munosib e'tirofini olib keladi. Moliyaviy oqimda innovatsiyalar orqali barqarorlik ta'minlanadi. Yilning asosiy tendensiyasi noan'anaviy loyihalar orqali daromadni oshirish imkoniyati mavjud. Yil o'rtalarida xarid qilishda o'z-o'zidan paydo bo'ladigan istaklarga ko'proq e'tibor bering. Impulsiv xarajatlar noto'g'ri bo'ladi. Yilning asosiy xavfi ortiqcha yuklanish va hamma vazifani bir vaqtning o'zida bajarish istagida namoyon bo'ladi. O'z-o'zini parvarish qilishda tana va ongning uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Asab tizimidagi yuqori stress qobiliyatli holatingizga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Sezgi bu yil ishonchli hamkoringiz bo'ladi. O'zingizga ishonavering. Yilning asosiy davrlari fevral yangi bosqichlarning kuchli boshlanish, kelajakdagi loyihalar uchun poydevor qo'yish davri. Avgust ijodiy energiya uchun to'lov olish davri. Dekabr keng ko'lamli rejalashtirish vaqti. Kelgusi yil uchun maqsadlar haqidagi tasavvur paydo bo'ladigan fursat. Baliq burji vakillari ushbu burj vakillari bo'lish ikki dunyoning kesishmasida yashashni anglatadi. Haqiqiy dunyo va odatdagidan tashqaridagi dunyo. 2026-yil ichki intilishlar shakllanadigan va ma'naviy o'sish amaliy qo'llanishni talab qiladigan maxsus vaqt bo'ladi. Bu yil koinot sizga nozik sezgi bilan haqiqiy harakatlarni uyg'unlashtirish imkoniyatini taklif qiladi. Kelgusi davrning energiyasi shunday shakllanadiki, u bir vaqtning o'zida ilhomlantiradi va diqqatni ham talab qiladi. Asosiy ta'sir sizning ichki o'zingizni topishga qaratilgan bo'ladi. Siz shunchaki yaxshiroq hayot haqida xayol qilishingiz kerak emas, balki o'zingizning tanlovingiz uchun mas'uliyatni to'liq anglagan holda uni bosqichma-bosqich qurishni boshlashingiz lozim. Shaxsiy hayotingizda bu yil sizning munosabatlaringiz o'ziga xos hissiy intensivlik bilan to'ldiriladi. Bu sizning his-tuyg'ularingizni sinab ko'rish va o'zgartirish vaqti. Haqiqatan ham nima muhim ekanligini tushunish uchun siz his-tuyg'ularning tubiga kirib borishingiz kerak. Bahor hayratlanarli uchrashuvlar vaqtida namoyon bo'ladi. Yoz oylari romantika va yengillik to'lqinini olib keladi. Yil o'rtasi hamkorlardan o'z munosabatlari ustida chuqur ishlashni talab qiladigan davr. Samimiy muloqot va bir-birini tinglashga tayyorlik aloqani mustahkamlaydi va ishonchni tiklaydi. Kuz kuchingizni sinab ko'rish davri. Sizning sodiqligingiz va halolligingizni sinab ko'radigan vaziyatlar yuz beradi. Barcha munosabatlarda sog'lom chegaralarni saqlash muhimdir. Ishda martaba va qo'ng'iroq birga uyg'unlashadi. Kasbiy sohada kelgusi yil o'zgarishlar va munosib e'tiroflar davri bo'lishini va'da qilmoqda. Yilning energiyasi o'z ishiga yuragi va qalbini berishga tayyor bo'lganlarga mos keladi. Yilning birinchi yarmi poydevor qurishdan boshlanishi kerak. Yil boshi uzoq muddatli maqsadlarni belgilash uchun ideal vaqt. Bahor sizning ijodiy salohiyatingizni ochib beradi. Yilning ikkinchi yarmi e'tirof va muvaffaqiyatda aks etadi. Yoz munosib natijalar beradi. Sizning iste'dodlaringiz e'tiborga olinadi va qadrlanadi. Kuz ayniqsa hamkorlik masalalarida ehtiyotkorlikni talab qiladi. Yil oxiri bu davrni sarhisob qilish va yakunlash vaqti. Farovonlik sohasi moliyaviy oqimda yuz ko'rsatadi. Moliyaviy sohada yilning asosiy mavzusi resurslarni ongli ravishda boshqarish orqali barqarorlikka erishishdir.
ko'chmas mulk yoki san'at kabi ishonchli aktivlarga qilingan investitsiyalardan foyda keladi. Biroq har qanday sarmoya ehtiyotkorlik bilan dastlabki tadqiqotlarni talab qiladi. Bu yil katta xarajatlar sog'lik, ta'lim yoki sayohat bilan bog'liq bo'ladi. Yil oxirida hushyor bo'ling, adashishingiz xavfi yuqori. Barcha hujjatlar va shartnomalarni diqqat bilan tekshirib ko'ring va tez daromad olish haqidagi shubhali va'dalarga berilmang. Asosiy tamoyil tartib-intizomda namoyon bo'ladi. O'z-o'zini parvarish qilish, salomatlik va uyg'unlik orqali yuz ko'rsatadi. Immunitet tizimini, buyraklar tizimini saqlashga e'tibor qaratish lozim. Shamollashdan qochish va o'z vaqtida dam olish muhimdir. Bahor tanani tozalash va energiya muvozanatini tiklashga qaratilgan amaliyotlar uchun ajoyib vaqt. Tanani uyg'unlashtiradigan tinch va yumshoq mashqlar mos keladi. Muhim davrlar bahorning yangi oyi ramziy boshlanishidir. Yozgi to'lin oy ijodiy energiya uchun zaryad beradi. Eskisidan voz kechish va yangi yutuqlardan ilhom olish uchun bir lahza yetarli bo'ladi. Kuz moliyaviy imkoniyatlar davri. Tasdiqlangan va ishonchli manbalar orqali moliyaviy ahvolingizni mustahkamlash imkoniyati paydo bo'ladi. 2026-yil orzular va haqiqat o'rtasidagi ko'prik vazifasini o'taydi. Koinot sizni nafaqat orzu qilishga, balki harakat qilishga undaydigan davr hisoblanadi. Intizom va ilhom yangi cho'qqilarga ko'tarilishingizga yordam beradigan ikki qanotga aylanishini tilab qolamiz.